Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. Sizlarga bugun Yangiyer shahrida Yangi O'zbekiston massividagi ko'p qavatli uylarni issiqlik bilan ta'minlash hamda bugungi kunda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha bajarilgan ishlar bo'yicha ma'lumotlar berib o'tmoqchiman. Yangiyer shahri Abdurahmon Jomiy mahallasi fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Yangi O'zbekiston massivida 50 ta qurilish rejalashtirilgan ko'p qavatli uylardan 30 tasi foydalanishga qabul qilingan bo'lib, ushbu 30 ta ko'p qavatli uylarda 672 ta xonadon mavjud. Ushbu 672 ta xonadonlarda 2000 dan ortiq aholi istiqomat qilib kelmoqda. Aholiga qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida ko'p qavatli uylarni issiqlik bilan ta'minlash bo'yicha markaziy issiqxona o'z faoliyatini olib bormoqda. Shuningdek, har bir ko'p qavatli uyning yerto'la qismida ITP, ya'ni shaxsiy isitish punkti mavjud bo'lib, bu eng past bosimda ham yuqori qavatlarga issiqlikni me'yorda yetkazib berishni ta'minlaydi. Bugungi kunda energiya samaradorligiga bo'lgan e'tibor, ya'ni talab takliflarini inobatga olgan holda bir qator ishlab chiqilgan chora-tadbirlar o'z samarasini berib bermoqda. Bunga misol qilib, ko'p qavatli uylarning tom qismiga o'rnatilgan quyosh batareyalari va ko'p qavatli uylarni issiq suv bilan ta'minlash maqsadida suv kollektorlari ham o'rnatilmoqda. Bu kabi chora-tadbirlarni amalga oshirishdan maqsad energiya sarf xarajatlarini kamaytirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.